Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Bo'stondamiz, navbatdagi obyektimiz ham bitdi. Bu yerda ikki xonamizni bitirib berganmiz. Bu bir xonasi 4 xonlar demak. Chotka deb lyustralarni va dimoxodlarni qo'yib berganmiz. Inchi chiqqanini va xabar qo'yasizlar. Yerni 380 5,5 metr. Bu yoqda yana bir xonasi bor, bu girgan yeri. Yani ko'cha, yani girgan yeri yana turbali qiyin yer bo'lsam, valloh ishlab bitirib berdi. Chotkin zo'r gul bo'lib chiqqan. Bu yoqda gipozon bo'lib ketgan, bu yoqda mramor urib beringlar dedi, shuna. Bu yoqda oddiy deb mramor urib berganmiz. Gulning chiroyliligini qaranglar bir. Dimoxodlarni qo'yib, lyustralarni qo'yib berganmiz.